Bo'ldi o'g'lim Jitel, sening yakuning shu yerda ekan. Yo'q, iltimos, iltimos. Ha, agar men o'lsam, unda yaramas. Sizlar ham o'lasiz. Nima bu yoma-yo jin ursin, yo'qotinglar buni, yordam. Yaqinlashmang. Yaramas, yaqinlashmanglar. Yordam beringlar, yordam. Odatda u kech qolmas edi, lekin nimagadir bugun kech qolyapti. Qorong'u ham tushib qoldi. Hoy, men sherigimizni qarab kelaychi, u negadir kech qolgan. Okey. Senga farqi yo'q. Men esa xavotir olyapman. Axir kech ham tushib qoldi, u esa hali ham yo'q. Mana bu yerda telefon. Xo'p, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Floki va yangi videoda, yangi kanalda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Obunachilar, bu yangi kanal bo'lgani uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada albatta qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman va bu menga kerak. Albatta yangi videolarni ko'rishni istasangiz, meni qo'llab-quvvatlashingiz shart va zarur obunachilar. Albatta qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Men esa mana bu yerda telefon ko'ryapman. Ha, biroz g'alati. Okey. Nimagadir bu telefonda SMS, ya'ni xabarnomaga kirib, yordam deb yozilgan. Bu telefon egasi kimdandir yordam so'rayaptimi? Bu yerda hech kim yo'q. Ana bundan tashqari. Ha, boshqa hech kim yo'q. Balki telefon unikidir. Olib borib beramizmi obunachilar? Hoy, telefon siznikimi? Hoy, janob, telefon siznikimi? Voy, yo-mayo, bu nimasi bo'ldi? Ko'rdingizmi nima qilganini? Yo-mayo, yo'q. Bu qandaydir gallyutsinatsiya yoki nimadirga o'xshaydi. Ko'zimga ko'rindi. Axir u g'alati odam edi. Yashil, xuddi qurbaqa yoki xalqqa o'xshagan. Hey, men hozir nimani ko'rganimni bilasan? Mana bu telefon topib oldim va ana bu yerda bir odam nima deydi? Xalq qanaqadir yashil va u juda tez yugurdi. Menga qarab turdi va tez yugurib ketdi. Floki, balki sen zombini ko'rgandirsan. Hazillashyapsanmi? Albatta ahmoq, axir unaqa narsa yo'q-ku bu hayotda. Bu hayotda yaxshi odamlar va yomon odamlar bor faqat. Hech qanday zombi, qandaydir xalq, bu shunchaki kinolarda bo'ladi. Ha, mayli, ishonmasliging tabiiy. Bo'ldi, ishimni tugatdim. Endi esa sekin bu yerdan ketish kerak. Ha, bo'ldi, hech kim sezmay qol. Yo-mayo. Oy. Bu yerdan chiqyapsanmi? Ha, shu yerdan. Yaxshimisiz? Bu bizning hudud. Nima, senga muammo kerakmi? Yo'q, muammo kerak emas. Haligi ortingizda nimadir kelyapti. Ha, men ortimga qaraganda hujum qilmoqchimisan yaramas? Yo'q, ortingizda rostdan ham nimadir kelyapti. Qarang. Voy, yo-mayo. Jin ursin, nima bu? Yo-mayo. Yo-mayo. U Jitelni o'ldirdi. U banditni o'ldirdi. Nima o'zi bu? Yo-mayo. Yo'q. Yo'q. U meni quvlayapti. Yo-mayo, yugurib kelyapti. Tez. Hoy, mana bu yerda yo-mayo ana keldi u. Tez qurolni olish kerak. U keldi. Ha, yo-mayo, eshikni buzib kirdi. Ko'ryapsanmi? Yo-mayo. U eshikni buzib kirdi. Yo-mayo, nima edi u? Qara, yangiliklarda u haqida xabar berishyapti. Ya'ni shaharda zombi virusi tarqalibdi. Men senga ishonmagandim. Yo-mayo.
Ha, bu haqiqat. U eshiklarni ochib, buzib, nimadirlar qilib ichkariga kirdi. Nimadir qilish kerak. Ha, mayli, bizda o'qlar bor, qurol bor va biz tezlik bilan shaharni tark etishimiz kerak. Ha, tezlik bilan shaharni tark etmasak, biz ham zombiga aylanishimiz aniq. Bo'la qol. Ketdik. Yura qol. O, mana bu yerda zombilar bor ekan. Ha, bitta. O, mana yaramas kelyapti. Ana, bo'lib tashlayman hammasini, yaramaslar. Ha, bo'ldi, menimcha qolmadi, lekin o'qlar biroz kam qolyapti. Hozir olib chiqaman. O'q yo'q u yerda o'q. Kirma, xavfli bo'lish mumkin. Yo'mayo, nimani yorug'i bu? Yo'mayo. Portlab ketdi. Jin ursin. Obunachilar. Mening do'stim kirganda portlab ketdi. Bilmadim, bu zombilar uchun qo'yilgan tuzoqmidi yoki boshqa narsa. To'g'risi, mana bu yer ham portlagan ekan. Yo'mayo, ot yuribdi. Tezroq qochmasak zombilar bizni quvib yetib olishadi va bu juda ham yomon. Yo'mayo. Yaxshiyamki menda qurol bor. Ha, mayli. Tezroq qochish kerak. Obunachilar, bu yerda zombilar juda ham ko'p ekan. Yo'mayo, meni ko'rdi va ana bu yerda ko'prik bor. O'sha yerdan ko'prikdan o'tishim kerak. Mana bu yaramas kelyapti. Ajoyib. Oho, ko'pligini qarang. Mana bu yerda ko'prik bor va mana shu ko'prikdan o'tsam hammasi yaxshi bo'lishi kerak reja bo'yicha. Lekin ana bu yaramaslar juda ham yo'moy o'qlab olish kerak. Juda ham ko'p va o'qim yetadimi degan savol meni qiynayapti. Xo'p, mana bu yerdan ajoyib. Yo'mayo, kelishini qarang. Yo'mayo, mayli, yugurish kerak. Yo'q, hatto yugursam bularning o'rtasiga kirib qolaman. Yo'mayo. Yaramas, sen kichkina. Mana. Yaramas. Yoqqa kelinglar, qani. Ajoyib. Yo'mayo, nimaning ovozi ekan debman. Mana bu gigantni qarang. Yo'mayo. Bu qanday zombi? Yo'mayo. Tez o'ldirish kerak. Mana bu yerlarda ham juda ham ko'p. Mana shu ko'prikdan o'tib olishim kerak ochiq payt. Bo'lmasa mana bu gigant meni tutib olsa, yo'mayo, bu yurishini qarang, kattaligini. Siz obunachilar shu yerda kommentariyaga yozing. Shunaqa katta zombi ko'rganmisiz? Mana buni qarang. Yo'mayo. U yaqinlash nima? Nahotki nega bu ko'prik buzilgan? Yo'mayo, mana bu yerdan zombilar kelyapti, mana bu ham kelyapti. Zombilar juda ham ko'p, mana bu ko'prik buzilgan. Yaramas, mana bunga o'q ta'sir ham qilmayapti. Oyog'iga otsa ta'sir qilar ekan shekilli menimcha. Albatta oyog'iga otsa ta'sir qilar ekan. Lekin yo'mayo, bu tobora yaqinlashib kelyapti menga. Yo'mayo, o'qim yetadimi, yo'qmi bilmayman. Yo'mayo, bu nega o'lmayapti? Gigantligidan joni ham juda ko'p ekan. Yo'mayo, otish kerak, bo'lmasa o'lishimiz mumkin. O'qim tugab qolyapti. Mana bu yerdan sakrasam o'ta olamanmi, yo'qmi bilmayman. Ha, mayli, bo'ldi, tavakkal. Nima? Nihoyat o'ldi. Xayriyat, obunachilar, endi yugurish kerak. Endi qanday o'taman? Mayli. Yo'mayo. Nima? Mana bu yerda joy bor ekan. Ketdik. Xo'p, obunachilar, men ana bu katta zombini yengdim va lekin o'qlarim juda ham kam qolgan va men boshqa shahardaman. Mana bunday bitmagan stroyka deydimi, xullas shu yerda jon saqlab turibman. Qutqaruvchilar kelishini ham shu yerda kutsam kerak. Va bu boshqa shaharda menimcha hozircha zombilar yo'q. Shunday deb umid qilaman, obunachilar. Va yomg'ir ham juda ham kuchli yog'yapti. Yo'mayo, bu gigant
o'rgimchakmi? Yo-mayo.